Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan iQibla S6 Pro smartwatchini yoqilishidan boshlab ishlatilishigacha obzorini qilib beramiz. Soatimizni hozirgi kunda 3 xil rangi bor. Pushti rangi bor, seri va qora ranglari bor. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli ochiladi. Podarishni korobkada. O'zining maxsus tabriknomasi va soatni o'zi va ichida bu yerda o'sha qo'llanmalari, garantiya qog'ozi hammasi ichida bo'ladi. Bu yerda o'zining zaryadkasi maxsus. Undan tashqari o'zini remshoklari chiqadi. Ikki xil remshok bo'ladi. Bittasi bunaqa, ikkinchisi xuddi shunaqa remshok bo'ladi. Xo'p. Soatni ochib oldik. Ana endi funksiyalar haqida tanishtirib o'taman. Soat telefonga ulashdan oldin programma ko'chirib olishimiz kerak. Programmani xuddi shu joydan ko'chirib olasizlar, ya'ni korobkani orqa tarafida skaner bor. Shu yerdan ko'chirsangiz bo'ladi. Hop, ko'chirgandan keyin uni ulash uchun programma ichiga kiramiz va albatta mana shu 3-joyga bosamiz. 3-sini bossanglar shu joy chiqadi. Bu joyda plus belgisi bor. Plus belgisini bosasizlar va skaner qilasizlar. Soatlarda skaner qilinadi, tasbehlarda yulduz orqali ulanadi. Hop, men soat ulab bo'lganman, shuning uchun ham obzorga o'tib ketamiz. Qaranglar, soatda o'zi juda ham ko'p funksiyasi bor. Misol uchun telefonga gaplashsa bo'ladi, SMS kelib turadi. Qiblani topib oladigan funksiyasi bor alohida. Undan tashqari 30 pora Qur'oni bor. Ovozlari ham juda ham tiniq eshitiladi. Ovozni mana bitta baland qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, bu yerda ko'rishingiz mumkin, qorlar ro'yxati ham bor va ertalabki va kechqurungi duolar ham mavjud. Buni ham bemalol qo'yib eshitsangiz bo'ladi. Yodlab olish ham juda ham yaxshi narsa. Hop, bundan tashqari ko'rishingiz mumkin, soatda 5 vaqt namozni azon orqali eslatib turadi. Undan tashqari duolar bor bu yerda. Duolar ham ingliz tilida yaqin tarjima qilinadi. Programmani update qilsangiz bo'ldi, o'zgaradi. Hop, bundan tashqari, yana bitta yaxshi tarafi, bu yerda tasbeh eslatadigan funksiyasi bor, ya'ni sizga doimiy zikrlarni eslatib turishi mumkin soatda o'zi. Va tasbeh etsangiz bo'ladi soatda o'zida. Tasbehga ham 5 xil rangi bor. O'zingizlar xohlaganini tanlab aytaverasizlar. Hop, bundan tashqari Asmaul Husna mavjud bu yerda. Buni ham yaqin tarjima qilamiz. Xudo xolasa o'zbekcha o'giriladi. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin kalendar bor. Bu yerda uyqu rejimi, ya'ni soat taqib qo'yadigan bo'lsanglar, soat sizlarning uyqungizlar qanaqa bo'lganini aytib turadi. Va bu yerda ob-havo ma'lumotlari, yurak urishini o'lchash mumkin soatda o'zida. Taqqan holatda o'lchaysizlar yurak o'zini. Va undan tashqari qondagi kislorod miqdorini o'lchasa bo'ladi. Soat taqasizlar va qondagi kislorod miqdorini sizlarga soat aytib turadi. O'lchashlari ham juda ham aniq o'lchaydi, chunki bu soat Yaponiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Mana 98% demak normalniy. Hop. Bundan tashqari ko'rishingiz mumkin bu yerda soatni o'zi, ya'ni budilnik qo'yishlar bo'ladi soatni o'ziga. Budilnik juda ham baland chaqiriladi. Va bu yerda timeri, stopwatch va pomodoro degan joy bor. Pomodoro ya'ni bu sizda nimadir ish qilayotgan bo'lsangiz, vaqt belgilab qo'yasiz va shu vaqtda o'zida sizga eslatib turadi soat. Bo'ldi, vaqt bo'ldi. Bu narsa sizni ishingizni fokus bilan qilishingizga yordam beradi. Va oxirida bu soat nastroykasi. Menyu ko'rinishi, ovoz balandligi, displeyi, tilla va bu yerda o'sha soat uzish ham mumkin. Bu yerda QR kodi mavjud. Programmada soat ko'rishingiz mumkin. Bu yerda tasbeh qancha aytganligi ko'rinib turadi va bu yerda yana yaxshi tarafi Qur'on qancha vaqt eshitganligi ko'rinib turadi va yurak urishlari, kaloriya qadamlaringizni o'lchab turadi, uyqu rejimi, qancha xohlagansiz va qondagi kislorod miqdorini bu yerda ko'rib borishingiz mumkin. Ya'ni statistikasi mana shu joyda bo'ladi. Agar soat kimdir hadya qilmoqchi bo'lsanglar, albatta mana shu joyga kirib, unbind knopkasini bosasizlar va soatni telefondan o'chishingiz mumkin. Va bu soatni xohlaganingizga hadya qilsanglar bo'ladi. Ushbu smartwatchni bizning hamkorlarimizdan va showroomdan xarid qilishingiz mumkin. Shunaqa foydali obzorlarni o'tkazib olmaslik uchun bizning profilga obuna bo'ling.